Viloyatimizda Adliya vazirligi huzuridagi Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi tomonidan sohadagi so'nggi yangiliklar va qonunchilikdagi o'zgarishlarni amaliyotga joriy etishga qaratilgan uchrashuv va seminarlar tashkil etildi. Dastlab mas'ullar, ekspert va mutaxassislar Xorazm viloyati yuridik texnikumi talabalari bilan uchrashib, ular bilan muloqot qilishdi. Unda talabalarga bugungi kunda sud ekspertiza yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar, sohani rivojlantirish bo'yicha qabul qilinayotgan huquqiy va normativ hujjatlar haqida kerakli ma'lumotlar yetkazildi. Shu bilan birga uchrashuvda ishtirok etgan yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollar va takliflar bilan yuzlanishdi. Uchrashuv doirasida talabalarda sud ekspertiza yo'nalishi bo'yicha amaliy ko'nikma shakllantirish maqsadida ochiq eshiklar kuni ham tashkil etilib, unda talabalar Respublika sud ekspertiza markazining Xorazm viloyati bo'limi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Mavjud imkoniyatlar, yaratilgan sharoitlar, sud ekspertizasini zamon talablari asosida o'tkazish imkonini beruvchi yangi turdagi jihozlar haqida bo'limning malakali ekspertlar jamoasi tomonidan yoshlarga kerakli ma'lumotlar berildi. Sud ekspertiza jarayoniga juda ham ko'plab qiziqishlarimiz uyg'ondi. Sud ekspertiza jarayoni haqida amaliy o'rganishlar olib bordik. Qanday qilib ekspertiza jarayonlari olib borish haqida ma'lumotlar oldik. Tadbirlar doirasida mas'ullar tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning muammolarini joyida o'rganish hamda ularning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida sayyor qabul ham o'tkazildi. Kelib tushgan murojaatlar bo'yicha joyida tushuntirishlar berilib, ayrim murojaatlar o'rganib chiqish uchun alohida nazoratga olindi. Shuningdek, sayyor qabul davomida fuqarolarga mamlakatimizda sud ekspertiza sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, yuridik va jismoniy shaxslarga sud ekspertiza yo'nalishi bo'yicha yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar to'g'risida tushuntirishlar berildi. Sud va tergov organlari xodimlari uchun tashkil etilgan sud ekspertizalarini o'tkazish uchun zarur bo'lgan tadqiqot obyektlarini yig'ish, saqlash va taqdim etish usullari mavzusidagi seminarda esa sud ekspertlik faoliyati bilan bog'liq qonunchilik talablari asosida ish yuritish bo'yicha bilim va ko'nikmalar oshirildi. Bevosita sud ekspertiza bilan birgalikda ishlaydigan tergov surishtiruv organlar xodimlari o'rtasida shu prezidentimizning 2025-yil 8-sentyabrdagi 270-sonli qarorlari ijrosi hamda muammolar, ularning yechimi, ekspertiza tayinlash, ko'zdan kechirishlarni tashkillashtirish hamda o'sha bevosita joriy qilingan e-ekspertiza platformasi haqida tushuntirishlar berildi. Bu platforma nima beradi? Bu platforma sud tergov surishtiruv organi va sud ekspertiza muassasalarini yagona bir platformaga yig'adi. Bunda avvallari shu yozma aloqalar qog'oz shaklida edi. Bugungi kunda kelib bular barchasi shu yagona platformaga joriy etildi va qog'ozbozlik tugatilib, bu onlayn joriy qilindi. Bunda eng avvalambor shu tergov surishtiruv ekspertiza jarayonlarida vaqt tejamkorligini beradi. Tadbir yakunida ishtirokchilarning mavzu bo'yicha savollariga batafsil javoblar berildi hamda bo'limda mavjud ekspertiza turlari, ekspertiza tadqiqotlari orqali hal qilinishi mumkin bo'lgan masalalarga oid ma'lumotlar yetkazildi.